Assalomu alaykum, hurmatli elatdoshlar, sog' salomat yuribmisizlar. Ko'pdan mana video qo'ymadik. Hurmatli elatdoshlar, sizlarga bugun ko'rsatib o'tadigan mashinamiz Gentra mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, tex pasportini 22 ga berganlar. Tex pasport 22. Yumshoq balonlar qo'yilgan New Max. Yumshoq balon chotki. Tonirovkalari bor. Holat ideal. Bir damchi kraskasi yo'q. 60 bin kilometr yurgan, metan ustanovka bo'lgan, evakor polikga tashalgan. Holati ideal. Chotki. Ish o'rinda ozgina bir miyatinasi bor. Ustalarga ko'rsatib olaverasizlar. Miyatina ozginagina kuychib diz qo'ydilar. Kraskasini. Umuman mashinada boshqa kamchiliklar yo'q. ABS, klapan ochilmagan, 100% garantiya, probekni ham tez ketirib olaverasizlar. Mashinamizning bahosi 167 million so'm. Eldinda 34 million so'm bilan gelsangizlar 30-34 million bilan oformlar qilib ketsa bo'ladi. Mashinamizni bahosi 167 million. Kelaverasizlar Qo'shko'pir avtosavdo, Zontik bozorimizda turadi mashinamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yomg'ir ham eslatib yotdi. Kelaverasizlar 724 xizmatdamiz.